Barchaga salom. Afsus, bugun Gold birinchi raundda texnik nokaut orqali mag'lub bo'ldi va o'zbek xalqidan uzr so'radi. Marhamat, videoda to'liq ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meni yaxshi ko'rib, meni uzoqdan kutgan kelganlar Xumarini sarson bo'lib, men sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Juda ham xursand bo'ldim. Oktagon unaqa to'lmagan ekan. Men aytamanki, nima deyman? Men partiyarim yo'q, kurashim yo'q. Uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degani. U MMA 3-4 ursa, u 3-4 ursa turdiraver ekan. Necha men yutqazdim tan olaman. Lekin menga partiya yo'q, kurash yo'q. Sarson bo'lib kelganlar, meni boyimni ko'raman deb sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Danlishni inshaalloh yana harakat qilamiz. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib, partiyalarni qo'yib. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlaringizni oqlamagan bo'lsa, meni kechiring. Do'stlar, yakshanba kuni bo'lib o'tadigan UFC, Oktagon Liga va barcha MMA janglarini jonli efir Telegram kanalimizda qilamiz. Shu bilan birga janglarga prognozlar ham shu Telegram kanalida bo'lib o'tadi. Hatto o'tganingizdan so'ng 5 milliongacha bonuslar beriladi. Описаниедagi Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Barcha jonli efir janglari shu yerda. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Men boyga o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Sudya boyni ertachi to'xtatdi. Gol tukam zizlacha bergani yo'q. Sudyani o'zi to'xtatdi. O'zi birinchi raund tugashi konsobga vaqt qoluvdi. Sudya ertachi to'xtatdi. Urishtirish kerak edi. Ukam urishaman dedi, sudyani o'zi to'xtatdi. Mayli, shunday bo'lish kerak ekan. O'zbekiston Humo Arena kelgan muxlislarimiz, akalarimiz, O'zbekiston xalqiga hammalaringizga kattakon rahmat. Sizlarni poddishkalaringni ko'rib juda xursand bo'ldik. Sizlarni hali xursand qilamiz. Ukam xursand qiladi sizlarni. Revanch bo'ladi. Revanchga inshaalloh shunaqa narsalarga ham tayyor bo'lamiz. Inshaalloh so'ra olamiz revanchga. Hammalaringizga rahmat. Gold ukam biza uchun chempion. O'zbekiston uchun chempion. O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni sevamiz. Poddishkalaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Do'stlar, bugun bo'lib o'tgan Oktagon Liga turniridagi barcha janglarni Telegram kanalimizga to'liq o'zbek tilida yuklab qo'ydim. Marhamat, kommentariyadagi ссылка orqali kirib janglarni tomosha qiling. Goldga iliq fikringizni yozib qoldiringlar. Biz unga tezroq sog'ayib ketishini tilab qolamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling. Sizdan hech narsa ketmaydi. Eng tezkor MMA yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling va profilimizga kirib qolgan Gold haqidagi barcha videolarni ko'rib chiqishingiz mumkin.